Srochniga Buxoro shahrining irrigatsiya territoriyasidan bir xonali kvartiramiz sotuvga chiqibdi. 3-qavatda 45 metr kvadrat. Tayyor remont qilib qo'yilgan kvartiramiz. Sanuzol qismidan boshlab ko'rsatib o'tamiz. To'liq kafillar bilan ta'mirlab qo'yilgan litiy unitaz, rakvina vannasi hammasi yangi qurilgan, hali ishlatilmagan, arissonlargacha o'rnatib qo'yilgan. Bu tomonda oshxona qismi, high-tech lyustralar, chiroyli supermosh aboylar, katyolar o'rnatilgan. Uyimizda tepopol qismi ham bor. Batareyasi jo'natib qo'yilgan. Sanuzol va koridor tepopol qilib qo'yilgan. Bu tomonda esa asosiy xonasi, lyustrasigacha o'rnatib qo'yilgan, chiroyli remontdan chiqarib qo'yilgan kvartiramiz sizlarga ma'qul kelgan bo'lsa, pastdagi nomerlar orqali bizdan bog'lanishingiz mumkin. Manzil Buxoro shahar irrigatsiya instituti. 3-qavat, 5 qavatli yangi g'ishtlik dom. Narxi $31,500. Ozroq summada kelishtirib, arzon qilib beriladi. Sizlar mana shunaqa katta bo'lgan domimizdan bir xonalik 45 kvadrat bo'lgan kvartiramiz sotuvga chiqyapti. 5-qavat, 6 qavatli g'ishtlik dom. Srochniga sotilyapti. Koridor qismi kattagina, sanuzol oshxonasi va asosiy xonasi. Tayyor kvartiramiz kirib yashiladigan variant. Asosiy xonasi ham kattagina. Batareyasigacha o'rnatib qo'yilgan. Devor atrof to'liq aboylar bilan ta'mirlab qo'yilgan. Eshiklari podzakaz MDF eshiklardan kiraverishdagi sanuzolimiz ko'rinishi to'liq kafilchalar bilan ta'mirlab qo'yilgan. Suvni bo'sini yetkazib beradigan shimga moslamasi ham o'rnatilgan. Bu tomonda esa oshxona qismi. Oshxonasi ham tayyor holatda. To'g'rimiz mana katyolari hammasi o'rnatilgan. Mana shu kvartiramiz kimga ma'qul kelgan bo'lsa, pastda nomerlarni qoldirib o'tamiz. Manzil Buxoro shahar 6-mikrorayon 32-maktab yonida. Narxi $24,900. Ozroq summada kelishtirib arzon qilib beriladi. Srochniga e'tiboringiz uchun rahmat. Shahrimiz markaz bo'lgan Gorgazdan bir xonalik Srochniga kvartiramiz sotuvga chiqyapti. Hamma jihozi bilan birga 4-qavat yangi g'ishtlik dom. Universitet texnologический, 2 maktab va 2 bog'cha yon atrofida Kriti bozor, asosiysi sentrda bo'lgani bu qadar obunachilar. To'liq pishgan g'ishtdan ko'tarilgan domimiz bu. Asosiy xonasida biz ham barcha jihozi qoladi deb o'tdik. Istish tizimlari dual-konturli katyol orqali. Bu tomonda koridor qismi, koridorchaning o'zi ham panasini ko'rib turibsizlar. Prixojeniy shkafchalargacha o'rnatib qo'yganlar. To'g'rimizda sanuzol, bu tomonda esa oshxona qismi. Oshxonamiz ko'rinishi, stiralkalari, muzlatgichlari, gaz plita vitishga, kuxonniy mebellargacha hammasi qo'llariga, aristonogacha o'rnatib qo'yilgan. Sanuzol qismini ko'rsatib o'tamiz. Sanuzol ham akkuratli holatda ta'mirlab qo'yilgan ekan. Mana shu bir xonalik kvartiramiz sizlarga ma'qul kelgan bo'lsa, pastda nomerlarni qoldirib o'tamiz. Manzil shahrimizning Gorgaz territoriyasidan yoki-da Kafi Bahor atrofidan. Narxi $28,900. Ozroq summada kelishtirib arzon qilib beriladi. Bu pulga qadroblanchilar panelli dom beryapti. Yangi g'ishtlik dom. Panelli dom puliga yangi g'ishtlik dom olasizlar, xudo xolasa. E'tiboringiz uchun rahmat.